Hammalarga Stockholmdan otliq salamlarımni yollayman. Qanday ahvalinglar? Hammalar yaxshi turibsizlar. Yangi bir qitimliq vlogimga xush keldinglar. Stockholmda ajoyib payzi kuz bo'lib ketdi. Ammo men qattiq ishlab, qattiq vaqtim bo'lmadi. Sirtlarga chiqib kuzning payzi manzaralarini tortadiganga. Bugun dam olishim, so'nashqa bugun chiqib aylanib kuzning go'zal manzaralaridan huzur olamiz. Uyimning yenila ko'rganinglardek tugaydi de kuzlar ko'rganinglardek daraxtlarning yo'pirmoqlari uch. Havo qattiq yaxshi emas. Shundaq kunda degidek yomg'ir yig'ib, ham shunda bulutliq bo'yatdi kunlar. Bu qitimliq vlogimda sizlarni Stockholm Nobel mukofot muzeyxonasiga olib ko'rsatib kelman. Men oldingi yil 12-oylik vlogimda kelgandim, biroq u vaqtida virus tufayli taqaqdi. Hozir ochildi. Bu muzeyxona bo'lsa Stockholmning Koni shahri, ya'ni Gamla Stonga joylashgan. Ko'rganinglardek ashkaynimdagilar Nobel mukofot muzeyxonasi. 10-oyning 2-chi haftasi har yili Mushu Nobel mukofotiga erishganlarni jakarlaydigan bir hafta mushu 10-oyning 4-kunidan boshlab 10-kunigacha bütün mushu Nobel mukofotiga erishganlarni e'lon qiladi. Unda biz hozir kirib Nobel muzeyxonasini aralaymiz. Katta Nobel mukofoti muzeyxonasi 2001-yili atiyozda Nobel mukofotining 100 yillik xotirasi uchun ochilgan bo'lib, bu muzeyxona markaziy ko'rgazma zali, film teatr uyi, bolalar ko'rgazma uylari, Alfred Nobel ko'rgazmasi, Nobel qahvaxonasi va magazini deb bir necha bo'laklarga ayrilgan. Markaziy ko'rgazma zalida Nobel mukofoti barliq kelib, toki bugunga qadar bu mukofotga erishgan
olimlar, yozuvchilar, tadqiqotchilar, faoliyatchilar va organizatsiyalarning hayotiy ish izlari, insoniyatga qo'shgan to'kpilari va qachon qandoq to'kpisi bilan bu mukofotga erishganligi to'g'risida tafsiliy uchurlarga erisha olasiz. Va ularning har xil rasmlari, muhim tadqiqot buyumlari, o'zlarining muzeyxonaga sovg'a qilgan vakil xarakterlik buyumlari saqlanmoqda. Alfred Nobel 1833-yili 21-oktyabrda Stokholmda bir savdogar oilasida tug'ilgan. Dadasi Immanuel Nobel savdogar, injener va kashfiyotchi bo'lib, u ko'rik yasash va binolarni loyihalash va tadqiqotga oid o'xshamagan har xil savdolar bilan shug'ullangan. Alfred tug'ilgan yili dadasi savdoda qattiq ziyon tortdi va 1837-yili texmi yaxshi fursatlarni izlash uchun Finlandiya va Rossiyalarga savdo qilgani ketdi. Alfred apsi Andrietta Nobel va ikki akasi Robert va Ludwig Nobellar bilan Stokholmda qoladi. Dadasi Rossiyaning Sankt-Petersburg shahrida mexanik zavod qurib va har xil jangda ishlatiladigan uskuna zapchastlarni yasab, Rossiya armiyasiga setib, qattiq pul topadi va 1842-yili Stokholmda qolib qolgan oilasini Sankt-Petersburgga akiladi. 1843-yili 4-o'g'li Emil Nobel tug'iladi. Bu 4 Nobel aka-ukalar dadasining shaxsiy taklif qilingan muallimlarning tarbiyalashi ostida yuqori saviyalik bilimlarni oladi. Alfred Nobel 17 yoshga kirganda shvedcha, ruscha, fransuzcha, inglizcha va germancha tillarda ravon so'zlaydigan saviyaga yetdi va u adabiyot, ximiya va fizika fanlarida alohida talantini ko'rsatdi. Dadasi o'g'illarining kelgusida o'zining izbosari bo'lishni orzu qiladi va Alfredning adabiyot va she'riyatga bo'lgan qiziqishlaridan xushal emas edi. Shu sababli Alfredni chet elga ximiya injeneri bo'lish uchun o'qishga avatdi. Alfred Parijdagi dangliq ximiya professori T.J. Palazzoning tajribaxonasida ishlaydi va italiyalik yosh ximik Ascanio Sobrero bilan tanishadi. Sobrero ayni vaqtda nitroglycerinni kashf qilgan bo'lib, ya'ni portlash kuchi zo'r va xatarlik suyuqlik bo'lib, Alfred buningga alohida qiziqdi va suyuqlikni qanday qilganda texmi yaxshi o'zgartib, qurilishlardagi portlatishlarga ishlatish uchun tadqiqotga kirishdi. Alfred Parijdagi o'qishini bitirib, Rossiyaga qaytib kelib, dadasi bilan birga nitroglycerinni texmi taraqqiy qildirishga kirishdi. 1863-yili Nobel oilasi Shvetsiyaga qaytib keladi. Alfred yanada nitroglycerin tadqiqoti bilan shug'ullanadi. Nobel oilasi Stokholmda bir necha yerga nitroglycerin fabrikalarni qurdi va bir qitimliq portlash hodisasida Alfredning inisi Emil va fabrik ishchi xizmatchilari bo'lib 14 odam qazo qiladi. İnisinin qazo qilishi Alfredga qattiq azob elib keladi, ammo u bo'shashmay tadqiqotini davomlashtirib, oxirida dinamitni kashf qilib chiqdi. Shuning bilan u Yevropadagi 20 necha davlatda 90 dan ortiq zavod qurib, Yevropadagi eng boylarning birisi bo'ladi. Alfred Nobel hayotida 355 kashfiyotda patent huquqi oladi. Dynamit bo'lsa uning eng dangliq kashfiyotidir. Alfred hayoti bo'yicha oila qurmagan. U yosh vaqtida Rossiyalik Aleksandra ismli bir qizga to'y taklifi qo'ygan, ammo u qiz tarafidan rad qilingan. Keyin u Avstriyalik katibi Bersa Kingski bilan munosabatda bo'lgan, ammo ikkisining ishimi oxiriga chiqmagan. Bersa burunqi muhabbati bilan to'y qilib Avstriyaga qaytib ketgan. Ammo Alfred bilan Bersaning do'stligi izchil davomlashgan. Alfredning Nobel tinchlik mukofotini ta'sis qilishida Bersaning cho'ng ta'siri bo'lgan. Bersa o'zi tinchlikni so'yadigan, hayotini tinchlik xizmatlariga bag'ishlagan bir ayol bo'lib, u davlatlar aro qurol-yarog'larni yo'qotish, janglardagi bolalar va ayollarni qutqizish va davlat rahbarlarining bir yerga kelib tinchlik suhbatlarini o'tkazish degandek kampaniyalari ko'rsatgan to'kpilari uchun 1905-yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan tunji ayol bo'lgan. Alfred Nobel keyingi hayotida Viyanalik oshnasi Sophie Hess bilan 18 yil munosabatda bo'lgan. Oxirsida Sophie Hess bilan ikkisining munosabati oxirlashgan.
Alfred Nobel 1896 yılı dekabrda İtalyanın Sanremo'daki uyida 63 yaşında alamdan o'tgan. U vafot bo'lishdan 1 yil ilgari, ya'ni 1895 yılı noyabrda Parijda oxirgi vasiyatini imzolagan. U vasiyatiga asosan o'zining 31 million kronlik mol-mulkida bir fond qurgan va mablag' selish orqali har yili kirgan kirimni mukofot sifatida Nobel oltin medali va diplomi bilan mukofotga erishganlarga teng bo'lib beradiganga qaror olgan. Uning 31 million kronlik fondi bugungi kunda 1794 million kronga yetgan. Ve bu yıl Nobel mükafatıga erişken her bir kategoriya 10 milyon Şvetsiya kronaga erişidi. O fizika, fizyologiya yoki meditsina, edebiyat, ximiya ve tinchlik mükafatlarını ta'sis qilgan ve mushu sohalarda insoniyatga eng zo'r to'hfa ko'rsatgan insonlarni mukofotlashga vasiyat qoldirgan. Hazır ben Nobel müzikasını bırakıp arlap çıktım. Hazır kahve hazır ki kahve içkes. Bak bir şokolad aldım ki Alfred Nobel. Åh, varsågod. Tack så mycket. Behöver du socker? Nej, det behövs inte. Tack. Tack. Nobel müzikasını kip kalsanlar, herkes kahvehanesinden kahve içmanglar. Acayip nachar kahve qilib kelganman. Cappuccino'ni qor qahvada qo'yibdi. Xayri xo'sh, Alfred Nobel seni yaltirgan bo'ldim. Yani Stockholm'da kelib qolsanglar, fursatlar bo'lsa, cho'qim shu Nobel mukofoti musiqasiga kelib mishani bir ko'rib ketinglar. Haqiqatan bir ko'rishga arziydigan bir musiqalar. Butun shu Nobel'niki tarixi, shu Nobel mukofotini taqdish shu nimasi qurilgandan yoqdiki, shu Nobel mukofotiga erishganlarning hamma nimlari, arxivlari shu musiqada bor. Nurg'un fəaliyyətlər oldu bu musiqanda ajılığı degan. Bo'lib shu 10-ci ayda, 12-ci ayda nurg'un fəaliyyətlərini o'tkazdi. Şunlaşqa bir ko'rishga arziydigan bir musiqani fursat bo'lsa, cho'qim kelib shu musiqani bir ko'rib ketinglar, tavsiya qilaman. Bugun men bilan birga Nobel musiqasini aylanib keldinglar. Nobel mukofotiga oid va har qanday uchurlarni to'liq bildinglar deb o'ylayman. Nobel musiqasidan narsalarni aldım. Bir t-shirt aldım. Bir mayka. Onun için 2 kitap yaptım ben. Kitay deyman. Nasiha ettar. Siz bilan men o'xshashmaymiz, betalayman. O'z zorig'i o'zi chalg'an qo'mishnayman. Dunyoga na eg'irim bor, go'yo payman. Ammo eg'ir dunyo menga yudalmayman. Bahor keldi, erib ketdi cho'qimizlar. Yazlar keldi, eqib ketdi zilol suvlar. Qarlar yağdı, ko'chib ketdi uchar qushlar. Taslim qachon, menmi shundoq ketalayman. Osonmidi, lekin yordan tinib ketmak. Osonmidi, ketdim debli kelib ketmak. Bu olamning ro'zi g'orig'i ko'nib ketmak.
Ketay deyman, ammo voy ketolmayman. Körpülərə putsunmağan könglim menim, yoki yarğı yar bo'lmagan könglim menim, dunyolarga hech sig'magan könglim menim. Deyman ammo shu ko'nglimdan kecholmayman. 2021-yili 9-oyning 21-kuni yozilgan. Bu bo'lsa yangi bir kunlik vlogim. Men Nobel muzeyxonasiga berib, bir hafta o'tib ketgan vaqtda bugun men Nobel muzeyxonadagi videolarni kirishtirib, qo'ratlab chiqdim. Yaxshi tushundirdim deb o'ylayman. Nobel muzeyxonasida, ya'ni Alfred Nobelning hayoti to'g'riliq muhim bo'lgan uchurlarni sizlarga yetkazdim deb o'ylayman. Yaxshirib ko'rishingizni umid qilaman. Agar xato so'zlab qo'ygan yerlarim bo'lsa, to'g'ri bo'lmagan uchurlar bo'lsa, tuzatish berishingizni umid qilaman. Shunday qilgan chog'da tang o'rganalaymiz. Bu menga bir o'rganish fursati bo'ldi ya. Men Nobelningki hayoti to'g'riliq pek chiq bilmadim ekanman. Mushqitim o'zim shu vlogni ishlash jarayonida o'rganib Nobelning hayoti ham qanday cho'ng bo'lgan, qanday ishlarni qilgan, qayerlarda o'qigan, qanday kashfiyotlarni nim qilgan, shu to'g'riliq inchki o'rgandim. Men hozir bir konsert ko'rganman. Shu har yili 10-oyning o'tirdim boshlab 10-oyning oxirigacha Stokgolmda jaz festivali bo'ladi. Shu Yevropadagi bo'lsin, yo bo'lmasa dunyoning boshqa yerlariga bo'lsin, jaz guruhlari damdoq kelib Stokgolmda shu festivalga qatnashadi. Bu festivalning bir yaxshi yeri, biletlari arzon ham unda qilib cho'ng o'tkazmaydi ham. Necha yuz kishilik qilib, mana kichik konsert teatr xallarda konsertlarni qo'ydi. O'zim jaz muzeykalarga amroq bo'lgan. Har yili shu bir jaz guruhini tanlab, ashlarningki konsertlarga berib ko'raman. Bugun bormoqchi bo'lgan konsertim bo'lsa, Shvetsiyaning bir jaz bandisi, ya'ni jaz guruhi Bosunduström deb. Mening konsertim boshlangan, ya'ni yarım soat bo'lgan. Hozir qahva ichib keldim. Veta kapten deb Stokgolmda dağlıqdır. Neyimiz tatlı yemek dükkanı var. Bekpeyz kuzu ve tatlı yemeklerini. Tarihi uzun bir dükkanı bu. Her türlü yanı tatlı yemekleri Bekpeyz'e hazır. Şu tatlı yemeklerini yap, kahve içip. Onun için konser günü var mıyız? Onda bo'lsa buzivatdim. Ağzınızga seppoğucha erib tigaydi ham. Ajoyib payda. Ta'mi vahshiy payda meniki. Ben kaldım. Falling in love again, never wanted to do. What am I to do? Satt mina skor, städat där jag bor. Kanske händer ikväll. Konsertim tugadi va ajoyib bir konsert bo'ldi ya. Bir yarım saat, 2 saatga yaqin konsert bo'ldi. Ajoyib payda.
Ben hazır konsertimde görüp çıktım. Jazz müzikleri bolsa, men almış müziklarınki kategoriyalarını içinde en yaxşı görülen kategoriyalardan birisi. Şunda peyza. Til bilen tasvirlab bermeymi. Bir xil ro'yingizni oziqlantirdi ha. Jazz müzikleri. Bağlamışlar mı? Sonunda fantezilerim gerçek oldu. Tebriz de burada. Kadro tamam. Ha? Sen mi bağladın lan beni? Çılgın serseri. Hayır ben bağlamadım. Birisi bağlamış bizi işte. İlk oyunumuz beyaz gül kırmızı gül. Bebeği getirin. Bebek mi? Tövbe estağfurullah. Lan bu nasıl bebek? Bebek şarkı söylerken hareket edebilirsiniz. Susup arkasını döndüğünde kıpırdayan ve gülen eğlenir. Oyun başlasın. Beyaz gül, kırmızı. Hadi başıl. Beyaz gül, kırmızı gül. Lan saklanacak başka yer bulamadın mı? Ne yapayım ya? Melisa'nın arkasına mı saklanayım? Orada görülürüm. Hepimiz senin arkana da saklanabilirdik. Beyaz gül, kırmızı gül. Tutun lan düşüyor. Göbeği akıyor tutun. Şemsiyeninki şaklatları. Ben hazır kinoxanda kino köygünü geldim. James Bond'un kinosu çıktı. Bu benim tuncu gittim James Bond'un kinosunu kinoxanda görüşüme. Burun küçük vaktimizde televizorlarda görürdük. Jag tänkte ta en kaffe bara. Ja. Ta med tack. 19 kronor. Vill du ha kvitto? Nej, det är bra så. Och kaffe där över. Okej, tack så mycket. Eller, får jag en pizza? Tack. Har ni någon papperskorg? Nej, jag tar. Tack så mycket. Vay. Aşı bir vlogni zade bir tinech bir başlayamayman-da. Aşı bir ishlarni qilib bir vlog tatlim kelib ketdi. Aşı o'ttirsida bir aldrashchiqning ichida kameramni ochaman-da, har ketdim. Vlogimni aşı aldrashchiqning ichida boshlayman. Qanday ahvolinglar? Eng kundagi yana bir vlogimga, tugamas bir vlogimga xush keldinglar. Bu vlogni men 9 ayning oxiridan boshlab tatqandim. 10 ay, hozir 11 ay kirib ketdi. Text tatyapman, mana ko'rganinglardek. Tugamas bir vlog bo'ldi bu vlogim.
Bugün benim demeleşim deyim, etken ayağı bir munç işlerini kılıverdim, öy tazlaptım, kır jüyüptüm, kışlık kiyimlerimle çıkarıptım, kış gileydep kaldı Stockholm'da, temperaturlarını çıkıp gitip vardı, şunlaşka kışlık kiyimlerini tayarlap, jüyüp degende kaytıdın onu şu öylenler hatta başında bir munç işlerini kılıptım, anca munç vlogımda kesiptim bu arlıkta. Tamak etip yaptım, rast bugün öyde, nim tamak etip yedim, tepekimlaçı, lağman, polo, göçnan, çöçüre, tapamadan lağı orayma. Özümde devletey oldu, nim tamak etip yedim, tey açıp yedim. Tey açıp yedim. Xiyalım lağım keltimden lağı orayma, tey açıp yedim. Aldraşçılıkta tey açıp yedim. İşlerimni bitirdim hazır, hem işlerimni bitirip yo, hazır monçuğu düşüp çıkıp, hazır derhal ben sırtı çıkmakçı. Çünkü azraq sorduluk qilishim kerak. Etgan bek etgan qopqashqab, ko'zlarim hazırlıq, uyqa, şoňlaşda qahvaxona ochiq bolsa bir qahva içiman. Ondan keyin ikki qishliq chapinimni Gansiga bergandim. Gansi nimdaydi Uyg'urchada? Nimdaydi Gansini Uyg'urchada? Quruq suyuş. Quruq suyushga bergandim. Lekcha tarjima qilma Uyg'urchani. Udulla şu mendek tercüm kılığalar yok. Şu gençliğe quruq suyushga bergandim. Chiroyli bir isim qo'yinglar gençliğe. Bildiğanlar bolsa balla Uyg'urcha ajoyib pechat balla bor. Mening vlogimda ko'rdigan. Payzi bir yaxshi bir isim qo'yinglar gençliğe. Nimdaydi gençliğin Uyg'urcha quruq suyush tamdoq. Bir Uyg'urcha isim bor cho'qim buningki. Men faqat bilmayman. Ben şu vlogimni, vlog tartış jarayonida, şu vlog tartışni başlagandan tartib ta hozirgacha nurg'un so'zliklarning uyg'urchasi yo'qligini bayqadim jimo. Men shu sizlardan mani nimdaydi, ani nimdaydi, mani uyg'urcha nimdaydi, ma so'zlikni uyg'urcha nimdaydi. Ashundaq deb so'rab sizlardan o'rgandim nurg'un narsalarning uyg'urchasini. Shunlashqa bundan kim bilmasam, yana so'rayman sizlardan. Sizlar menga o'rgatsizlar. Şoňlaşqa gençliğinki Uygurçasını tepanglar ballar. Yaxşı isim qo'yinglar, isim yo'q bolsa bunga bir. Unda bolsa men hozir derhal yüzümge bir moisturizer sepkapda sirtqa chiqaman, kiyimimni almashtirib. Chunki men yaqindan beri yüzüm dehshat qurg'oq, yüzümni yuvsam, ishim sirkimsam yüzüm yerilib ters tushib başına bo'lib ketdi. Şoňlaşqa doim ishlatayotgan bir klinikninki moisturizerni sepkapda çıkman tügeylap kaldı kögnonlarek acayip peyzan bir moisturizer ha. Hamalar tavsiye kılman. Yüzünler yeşiştim sirkimsanlarımı en bulmağançada çokum bir moisturizer sirken var. Moisturizer nimdaydı Uygurçada nemlendürgüçü idemdik. Nemlendürgüçü idemiz rasa. Bek yakşıma klinikninki ma moisturizersi. Bunu ben jil 5'de ağandım ama çoğun budokisi jil 5'de ikinci ayda aldım mı şunu bir jil bulaydı de tügeylap kaldı ya. Bir jil yattı ma o. Kiçigimi ba o 300'üne çıkıron bu da ama 400'üne çıkıron. Ma çoğu 800'üne çıkıron ama pek uzak yitdi ma o. Onun üstüge bek yaxşı ma o. Yüzünüz sürküsünüz için sınıp kırpı gitti. Yüzünüz hiçbir sürkümegendek aşındaqa. Yüzünüzün nemlikini saklaydı. Eğer moisturizer almandasanız muşun tavsiye kılmam, muşun sınap etmem. Okey, bekçik sözlep gettim, bir bek çakman sözlep ettim. Geplerim qo'llashmay kaldı. Matişimde simpim, tömür destekler bak, ögünalarda ekki kısım qattiq qumlar qamlaşmaydı hazır. Qo'llashmaydı geplerim. Muşundaq vloglarni tartiverdim. Hazır eliqi nimdaymiz. Burun eliqi vlog tatsam, eliq izat tattım, çıqaq nimdap qalaman desem qamlaşam, o an desem qamlaşmasmı deb. Hazır I don't care, I don't give a fuck. Okay, I'm done. I don't have much time right now, so let's go. Okay, men çıktım öyden. Qışlıq çapalarımdan hamısını jozğun bergendim. Yazlıq çapalarımdan kiyip çıktım. Hazır ancha soğuk emas, Stockholmda noldan yuqori 10 gradus bo'lyapti. Ammo yana bir haftadan keyin chiqib ketish mumkin graduslar. İki chapanni jug'izganga 750 kron to'lagunimga hech ishongim kelmayapti ha. Ajoyib qimmat. Shu kuni ishim bir xil bo'lib ketdi 750 kronni to'lagicha.
Aslında bugünkü planımda işlerimde bulup Çiniqishga chiqmoqchidim kechda. Bugün onda taqaydichu Çiniqish zalini. Ama rost gapni qilsam hech bir energiyarim qolmadi Çiniqishga bugün. Shunlashqa bugün chiqmayman. Ama bugün hafta 5 bo'lg'ashqa yani 4 kun chiniqalayman ma hafta. Shunlashqa ertadan boshlab chiniqishimni boshlayman. Az degan chog'da 4 kun chiniqman ma hafta. Bir qahva ichsam bo'lmaydi. Qahvaxona taqib atmagan bo'lsalar. Müşndaq misada pek baldır taqaydı hem meyalani saat 7'de 8'de taqib etdi iş ya o chiqamas. Unda bir chiqib tamoqlarni yeydisangiz mumkin emas. Jag tar en choklad till dig. Ja, och så ner sitter här. När stänger ni? 8. 8, okej. Då ska jag se. Jag har den här appen. Just det, nu är klockan 19 så vi är bara i de här. Vad är det? Take away. Okej, ja. Sorry. Kör på det. Men jag kan ändå sitta här. Ja, självklart. Det får du. Ja. Tack så mycket. Çapanımla aldım. Hem de ikinci Sivasiyada çapan gençlik kıldırmayman. Gençlik kıldırdığım bütün kiyimlerimle İstanbul'a yolla. İstanbul'da gençlik kıldırıp gelmem. Hazır kirip biz azraq soruluk qilmiz. Onun için öyge qaytib kirmem. Azraq vlog tartımam degende. Ko'rdingizmi ama qo'g'illarning qimmatligini 54 kron musha qo'g'on. Bir azan yerda yashasam bo'lmamdi. O'zim yaxshi ko'rmayman men qat'iy, o'zim olmayman. Ma Blåbär 15 kronor. Mevchivining en paysi ashu anyurt ekan bu. Nima bu? Misalki mevchivdan do'qmishni. Mevchiva emas bu yerlik mevchiva. Yesimiz ko'nglimiz ilishadigan mevchiva. Raskatni qilsam nima ilishimni bilmadim. Nim elib, nim tamoq etib yeydiganimni qat'iy bilmadim. Nima olaman, nima etib yeyman, nima yeyman. Kalam qop-quruq qoldi. Nim elishimni qat'iy bilmayapman. Qaranglar, bu yerda xo'mi bor ekan. Mahomning kilosi qaranglar 289 kron. Kosant ağım kelyapti. Mana da alayım ya. Yamanından alayım. Tatlı yemeği deyman ama mana qarsam shuna yegim kelib ketadi. Qaranglar chiroyli. Yani go'sht elishim kerak. Et say qorib yesam, qo'y go'shti bilan say qorib yesam o'xshaydi. Shunashqa mavjud. 88 kron. 88 kron da qimmat bu go'shtlar. Kalı go'shtchi. Mahili chiqgan 69 kron. Ma bo'ldi ekan. Mushunda bir narsaninki mushundaq 50, 60, 70, 80 xil turi bo'lsa, zodi shu meninkili qanday bir keslim borchu, tanlash qaysini elishni bilmayman. Shundaq bir soat turib ketaman, qarab tanlash keslim bor meniki, shunglashqa. Mushuni olaymi? Mushuni olay. Uyda qitiqlarim bor, may tuz qolgan narsalar bor. Tuxumlarmi bor, shunglashqa. Bu narsalarni olmayman. Ammo yana bir muncha narsa elvatdim. Olmayman deb. Voras qahvarim tugaydi, qahva elish kerak. Yana bir muncha xalta ketgan bo'ldi bu. Jinim chiqatdi. Men ish xaltini so'rab kirgacha, menda bir cho'ng xalta bor yana. Narsarim. Men uyga kelib oldim oxiri. Açıqıpma çapınımni beshiga ataymikan alaninki. 400 kron berib jug'izgan çapınımni pakiz juyamaptimi ablaqlar. Ko'rdingizmi? Oppoq bo'lish kerak miya aslida. Miyalar oppoq bo'lish kerak. Miyalar qor turdi texcha mana pakiz jumapti buni 400 qo'yg'im. Jug'izsam shunda juyamdi 400 qo'yg'am, shunda juyamdi chapan degandimi?
İkinci gençlik kıldıgan bolsam, hem de çapan degenli, müşşivsiyadımı gençlik kıldıram da çapan degenli. Kan bismim örlep gitti. Resmi kan bismimni örültüp etti.